Ko'rinishi vodiyni drobilkalari bilan bir xil bo'lishi mumkin, lekin bular chista Xitoydan priyamo yetib kelgan drobilkalarimiz sotuvga keldi. Eng sifatli varianti bo'ladi akalar. Somon, hashi, beda, poyi, don, suvda umuman tanlamaydi. Yerdan o'sib chiqqan luboy, o'tli, donli mahsulotlar hammasini maydalab chiqarib beradi. Turli xil razmerda setkalari bor. Undan tashqari o'zini shuni qopqoqlari bor. Qopqoqlari ham ancha baquvvat, qalin materialdan ishlab chiqarilgan. Oyoqlari ham 4 tali baquvvat variantidan bo'ladi. Motorlari 6,5 kilovatli, aluminli 3000 оборотda ishlaydigan motor bo'ladi. Undan tashqari o'zini datchilari hamda samazashtalari bor. Samazashtaning foydasi motorga qanaqadir nagruska desa, o'zini o'zi o'chirib qo'yadi. Yana nagruska tiqilib qolgan bo'lsa, tozalab turib qaytadan ishlatsa ham bo'ladi. Ichini ham ko'rsatib o'tamiz. Ichidagi pichoqlari hamma drobilkada 2 xil bo'lsa, bunda 3 xil bo'ladi. Mana malatkavoy, segmentli hamda chopqi pichoqlari bo'ladi akalar. 3 xil pichog'i bo'ladi. Jami pichog'i akalar 20 tadan oshiq. Listlari ham qalin variantidan bo'ladi. Setkalari yondan qo'yiladi. Narxi qiziq bo'lsa 2,500,000 bilan O'zbekistonning istalgan viloyatiga bepulga yetib boradi. Dastavkasi ichida bo'lib 2,500,000 ga qo'lingga tegadi akalar. O'zbekistonning qatida bo'lishlaridan qat'iy nazar. Pastki nomerlarga aloqaga chiqishlar mumkin yoki kommentariyada nomerlarni qoldirsangiz o'zimiz aloqaga chiqamiz. Pastdagi nomerda keyin Telegram akkauntimiz ham bor. Bemalol Telegram bilan gaplashsanglar ham bo'ladi akalar.